Ushbu amaliyot sokin tunda siz uyquga ketayotganingizda ong ostingizga pul texnikasini yuklaydi. Qani, boshladik. Qulay va sokin joyga joylashing. Ko'zlaringizni yuming. Nafasingizni sekin va chuqur oling. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Har nafas bilan yuragingiz ochilmoqda. Har chiqayotgan nafas bilan tanangizdagi stress va xavotirlar ketmoqda. Tana yengillashmoqda. Ong ravshanlashmoqda. Men ochiqman. Men pul energiyasiga ochiqman. Men boylikni sevgi bilan qabul qilaman. Pul bu energiya. Men bu energiyani ijobiylik bilan his qilaman. Har kuni, har daqiqada boylik meni izlab topmoqda. Men boylikni erkin va ishonch bilan qabul qilaman. Hayotimga yangi moliyaviy imkoniyatlar kirib kelmoqda. Men ularga ochiqman. Men tayyorman. Har bir harakatim meni daromadga olib kelmoqda. Har bir qarorim meni farovonlik sari yetaklaydi. Men o'zimni katta moliyaviy erkinlikka ega inson sifatida ko'ryapman. Men tasavvur qilyapman. Mening bank hisobim to'la. Men barakali yashayapman. Oilamiz, yaqinlarimiz, farzandlarimiz bilan boy va osoyishta hayot kechiryapmiz. Men bu hisni yuragimda his qilyapman. Bu haqiqatga aylanmoqda. Men baraka uchun minnatdorman. Men pulga va boylikka do'stona munosabatdaman. Men boylikka loyiqman. Koinot menga kerakli barcha narsani yuboradi. Endi esa bu his-tuyg'ular bilan tinch uyqu sari yo'l olaman. Ertaga men yanada barakali, yanada kuchliroq holda uyg'onaman. Minnatdorman, minnatdorman, minnatdorman.